Assalomu alaykum, Rashan ishqibozlari, Sori, Kashtan ishqibozlari aka-ukalar. Video syomkamizni biz akalar Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'ran qishlog'ida, ya'ni o'zimiz xonadonda olib boryapmiz. Kimga bayna qo'shqor gigantlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, videoga bittadan like-ni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni tomosha qilyapsizlar akalar, like bosmayapsizlar ekan. Like bosib qo'yinglar, xudo xolasa bu qo'shqorni kimga kerak bo'lsa, shu tarqalishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Lekin qo'shqor haqiqiy yiriklardan yetib keldi. Linaliklardan keldi bugun xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Birinchi qo'chqorimiz akalar 400 dan 600 ga o'tyapti. Metr plyusdagi qo'chqorimiz mana. O'ta gigantidan jonivorim. Oyoq kastaklaringiz bilan bitta baho berasizlar. Qo'chqorni yirigidan boqimda ko'krak tavsiya qilaveramiz. Qo'yga qarashlari, yeb ichishlariga bir hafta kafolati bor. Orqa razretlari ham zo'r ekan-a, Dilmurod. Zo'rdan jonivor qarang mana. U tomonni ham aylantirib ko'ring-chi. Mana. Jonivor o'ta yirik, gigantidan. Kuchingiz yetmayapti-yu, Dilmurodjon. Nechta savol bo'lsa javob qilaveradi inshaalloh. Bir metrlarni ko'rsating-chi buni. Bo'ldi, mana metrlar ko'rsatib beramiz, ha, jonivor. Mana. Mana shu metrda ko'ringaniga to'g'ri qilaverasizlar. Metr tugadi, lekin qo'y tugagani yo'q. Mana jonivor metr plyusdagi qo'chqorimiz mana. Uzunligi ham qo'ying-chi. Metr tugadi, lekin qo'y tugamadi. Jonivor inshaalloh hali yana o'sadi mana. Qo'yga qo'shilgan sari o'sib boraveradi. 200 kg bo'ladigan kerakdigan ko'krak tashkil qilaveramiz. İnşallah 200 kilodan o'tadi bu hali. Qo'ydi mana. Hozir sportivni holatda. Qo'ydi mana qo'yaverasizlar. Mana taglari ham. Jonivor oldi kengliklari mana. Tishini ko'rsating-chi. Mana. Tishi yangi 6 tish ekan-a? Yangi 6 tishga o'tdi. Qulog'i nechi qulog'i? Qulog'i 20. Qulog'i o'lchangan mana. Kalla kattalik hisobiga quloq kichkina ko'rinaveradi, qulog'i 20 mana. Lekin qoni tozasidan hadegi. Biz akalar keyingi partiya ko'rsatishni boshlaymiz. Akalar keyin qo'shqa o'tishdan oldin buni narxini aytib o'tmayapmiz. Narxi akalar $2000 ga xayri bor. Telefon qilaverasizlar. Dastavkamiz Qoraqalpoqgacha yetkazib beriladi. Hojaka ikkinchi partiyamizga Afg'onda liniyaligidan chiqdi mana. Afg'onda liniyaligini eshitganmisiz? Liniyaligidan keldi inshaalloh bugun mana. Toza sim junidan mana. Juni o'zi to'liq to'kilgan mana. Sheroyning o'g'li mana liniyasi, Sheroy. Sheroy liniyadan Sheroyning pryamoy o'g'li bu. Tishini ham ko'rsating-chi. Yoshlari 4 yosh mana. Mana. Qo'l ko'rinadi. Bo'y baslarni o'lchab ko'rsatib beraman. Mana yerda. Ko'ringaniga olaverasizlar. Uzunliklari mana. Metr oshiq ekan-a? Dumbarazizlari ham zo'r. Afg'onmi, Arashan, Hisori xohlaganingizni qo'shaverasiz jonivor. Jullar hali ham to'kilyapti mana juni. Junini oldirish kerak deyilmaydi, o'zi to'kiladigan variantida. Afg'on haqiqiy liniyalik tozasi mana. Pryamoy videolari bor, Qirg'iziston Bishkekda olingan videolari. Kimga olsa tashlab berilaveradi. Narxi qiziq, narxi nechi pul endi buni? Buni narxini $2000 ga xayri bor. Xayriga o'tib beramiz, telefon qilishaveradi bemalol. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Akalar, videomiz shulardan iborat. Sog' salomat bo'lasizlar. Alloh sharvalaringga baraka bersin. Bittadan like deb, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.